Vatilo gijo bursi mana. Qanacha bursimi? Bunday tasvirlarga ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bora ko'zingiz tushgan. Izohlarga ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, bolasiga rul boshqaruvini topshirib qo'ygan otalarni ko'klarga ko'tarib, ularning bu qilmishi uchun qonuniy chora ko'rganlarni esa qoralaganlar ham ko'pchilik edi. Ammo bu ko'rilgan choralar sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavfni oldini olish uchun bo'lsa-chi, lavhamizni aynan bu tasvirlar bilan boshlaganimizning ham sababi bor. Joriy yilning 23-mart kuni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro o'zining boshqaruvidagi Spark rusumli transport vositasini hali voyaga yetmagan, haydovchilik tajribasi yo'q 16 yoshli qiziga ishonib topshiradi. Haydovchining o'rniga qizi, old o'rindiqqa esa o'zi o'tiradi. Ahamiyatlisi, orqa o'rindiqda qizning onasi va 10 yoshli singlisi ham bo'lgan. Voyaga yetmagan qiz avtomobilni ichki yo'lda boshqarib ketayotib, yo'lning xavfli burilish qismida o'ng tomonga burilayotgan vaqtida tajribasizligi oqibatida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tomonidan oqib o'tuvchi Andijon kanaliga tushib ketgan. Hodisa oqibatida orqa o'rindiqdagi kichik qizaloq va ona nafas yo'liga suv tiqilish tashxisi bilan vafot etishadi. Voyaga yetmagan haydovchi va unga rulni bergan otasi esa tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Avtomashinani ta'mirlashning imkoni bor ekan, ammo loqaydlik va bolani ortiqcha erkalatishning qurboni bo'lgan ona hamda qizaloqni hayotga qaytarishning imkoni yo'q-ku. Endi rul boshqaruvini qiziga bergan ota afsuski bir umr vijdon azobi bilan yashashiga to'g'ri keladi. Yana Uchqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan ayanchli avtohalokat. Joriy yilning 31-mart kuni tumandagi 23-sonli maktabning 10-sinf o'quvchisi otasiga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinani uydan olib chiqib, boshqarib ketayotgan vaqtida harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, yo'lni kesib o'tayotgan ayni shu maktabning 4-sinf o'quvchisini urib yuboradi. Hodisa oqibatida afsuski bolajon shifoxonada vafot etgan. 31-mart kuni shu xabarni eshitdim, Rossiya Federatsiyasi dedim. Tezlik bilan shu bilet olishga harakat qildim. Biletni oldim. 3-4 soat ichida shu aeroportda bo'ldim. Uyda ayasi ham bo'lmagan, men ham bo'lmaganman. Rossiyada ham shu telefonlashib tursam ham birdek. Telegramda gaplashsam ham, "O'g'lim, tegma. Tegma, bu o'yin emas, hazillashma" degan nimani doim berib kelganman. Ogohlantirib kelganman. Aybdorman. Bilmay qoldim qanday holat bo'lganini o'zim ham. Endi aybdormiz, o'sha bolani o'limiga sababchi bo'lib qoldik, tamamiz. Gunohkormiz. Kechirsin. Birinchi o'rinda meni kechirsin. Shu bolalarni qila olmaganim uchun-da. Ota-onalar shu bolalarga berishmasin, maslahatim. To'g'riga yetib o'qib, shu holat qaytarilmasligini so'rayman-da ota-onalardan. Meni boshimda kuni tushmas hech kimning boshiga. Qilmishi sababli tergov idoralarida otasini ham sarson qilayotgan, bir oilaning katta musibatiga sababchi bo'lgan yigit qattiq pushaymonligini bildirdi. Ammo bu pushaymonlar hali bu dunyoga to'ymagan go'dakning hayotidan ustun bo'la olmaydi. Men uydan beso'roq hech kim yo'q edi. Onam bayramga ketdi. Kalt topib olib, qizdirib qo'yaman deb ko'chaga minib chiqdim. Minib ketayotsam yo'limda endi uzoqdan ko'rdim u bolani. Keyin u onasi endi o'tmoqchi edi, onasi ushlab qoldi. Onasi ushlab qoldi. Men bir to'xtadimda, keyin yana gaz bossam, keyin yetib qo'ygan joyimda 5 metrcha qoldi. Yugurib bordi. Keyin urib ketib qoldi. Keyin ishimdan pushaymonman. Hech mashina minib chiqmaganimda u holat bo'lmasdi. Endi ota-onasidan hammasidan kechirim so'rayman. Kechiringlar meni. Agar men ish qilmaganimda men uydagilarim bunaqa bo'lmasdi. Hammalardan kechirim so'rayman. Hech kim meni holimga tushishini xohlamayman. Men hammani bezo'r minib chiqib odam o'limiga sababchi bo'ldim. Mazkur holat yuzasidan Uchqo'rg'on tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hech bir jinoyat jazosiz qolmaydi. Yuqoridagi ikki hodisani ham erkatoy farzandlarning ota-onalari diqqat bilan ko'rishlarini, xulosa qilishlarini istardik. Bolangizning istaklarini bajarishga imkoniyatingiz borligi yaxshidir, ammo bu istaklar yoki o'zingizga yoki boshqa bir insonga katta jabr yetkazib qo'yishi mumkinligini unutmang.